Chorrahasdan O'sh shahriga olib boruvchi yo'lni rekonstruksiya qilish ishlari davom etmoqda. Mazkur yo'lda joylashgan Ko'ktosh ko'chasi yashovchilarining uylari buzilmoqda. Buning uchun aholiga tovon puli to'langan. Rekonstruksiyadan keyin bu tor ko'cha 4 polosali yo'lga aylanadi. Haligi sotiga qarab turib, o'sha barisga bir deb berib, o'sha kafesasini ko'proq bo'lsa, shunga charasha qarab. O'sh shahriga Chorrahasi orqali olib boradigan ushbu yo'l 1 yil avval ta'mirlanib foydalanishga topshirilgan edi. Ayni paytda Qo'shtosh ko'chasini kengaytirish maqsadida yo'lga chiqib ketgan turar joy binolari va savdo obyektlarini buzish ishlari olib borilmoqda. Mahalliy aholiga kompensatsiya to'langan. Magazin edi, do'kon edi. Do'konimiz hammasi ketdi. Yer berdi, pul berdi. Yana nima endi? Rozimiz bo'ldi. Mana endi buzib olyapmiz. 2 sotikcha yerim bor edi, 1,5 sotik. Do'kon mana. Mana shu do'kon mana buzdik. Endi o'sha Jangichekka ko'chib ketasiz endi. Endi ko'chib ketamiz, endi nima qilamiz? Aşağıda do'kon qilamiz, do'konda 4 ta odamga savdo qilamiz endi. Hukumatga kerak ekan, endi elga kerak ekan Qirg'izistonga. O'shuning uchun endi berdik. Endi el ko'payib ketdi, mashina ko'payib ketyapti, shahar cho'ng'ayapti. To'g'ri tushundingizlar. Va biz to'g'ri tushundik-da. Endi o'zi bu yo'l o'shim eski yo'lda. Datqa qishloq hukumat rahbarining so'zlariga ko'ra, Qo'shtosh ko'chasidagi 32 ta uy va 5 ta do'kon buzdiriladi. Mazkur hudud aholisi uchun Qorasuv tumani Machaq qishlog'idan 5 sotiqdan yer ajratilgan. Aholining to'liq ko'chib o'tishi uchun 1 hafta vaqt ajratildi. Yana 5 kundan keyin yo'l qurilishi boshlanadi. Bardığına 5 sotiqdan yer ajratılып berildi. Qazıqlarını qagып berdik. Alemi имараттарына өлчөмүнө жараша багылы көз карандысыз эксперттин балоосунун негизинде акча каражаттары бүгүнкү күндө ар бир жарандын өздөрүнүн шотторуна түшүрүп беришти. Буйруса ушул 2 күндөн кийин, ушул 3 күндөн кийин жолду куруу иштери буйруса башталат. 600 метр жалпы узундугу, туурасы 13 метр болгон тротуар, аллея, суу ва өтмөк канал, кичинекей арыкчалар, жол 4 polosali жол болот. Eslatib o'tsak, Chorrahasidan O'sh shahrigacha bo'lgan yo'lning umumiy uzunligi 4 km 800 metrni tashkil qiladi. Bugungi kunda yo'lning 4 kilometriga yaqin qismiga asfalt yotqizilib, latoklar o'rnatilib, yo'l 4 qatorli qilib kengaytirildi. Bir qatorli ushbu yo'l shahardagi tirbandlikni kamaytirish maqsadida muqobil yo'l sifatida qurilib, foydalanishga topshirilgan.